Mirzabek Xolmedov haqida hozirgina shoshilinch xabar tarqaldi. Assalomu alaykum baland qadrdonlarim. Sizlar bilan Show Biznes kanalida O'zbekistonda hamda jahon show biznesi olamidagi so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov serqirra va rang-barang ijodi bilan milliy san'atimizda o'ziga xos o'rin egallagan ijodkorlardan biridir. Ko'pchilik uni sahnadagi quvnoq obrazlari orqali qiziqchi sifatida taniydi. Biroq u nafaqat tomoshabinni kuldirishni, balki qalam tebratib chuqur mazmunli she'rlar yaratishni, turli rollarni mohirona ijro etishni va rejissyor sifatida sahna asarlarini sahnalashtirishni ham puxta egallagan. Mirzabek Xolmedov bir qator mashhur qo'shiqlarning muallifi sifatida ham san'at ixlosmandlariga yaxshi tanish. Baholarim u qadar yaxshi bo'lmagan. Mirzabek Xolmedov 1961-yili Toshkent shahrida tavallud topgan. U bolaligi beg'ubor o'tganini quyidagicha eslaydi. Onam qahramon ona bo'lgan. U 6 ta qiz va 4 ta o'g'il farzandni dunyoga keltirib voyaga yetkazgan. Men ularning 5-chisi bo'lganman. Bolalikdan san'atga qiziqqanman. Qiziqchilik qilib odamlarni kuldirishni yaxshi ko'rardim. Ko'p farzandli oila bo'lganimiz uchun ota-onamga ro'zg'orni tebratish oson kechmagan. Bolalikdan mehnatda ulg'ayganmiz. Maktabdan keyin qo'y boqishga chiqardik. Maktabdagi baholarim u qadar yaxshi bo'lmagan, ammo o'qituvchilarimning eng sevimli o'quvchisi bo'lganman. Otam rahmatli 40 yil temir yo'l sohasida ishlagan. Nafaqaga chiqaman deb hujjatlarni to'plab topshirdi-yu, pensiya pulini olish nasib etmadi. Otam haqiqatdan juda sodda va samimiy inson bo'lgan. Artist bo'lam deb erkalardi. Qo'shiq aytib, raqsga tushishimni yaxshi ko'rardi, deydi Mirzabek Xolmedov. Institutga qabul qilishmagan. Qiziqchi san'at oliygohiga kirishi bilan bog'liq xotiralarni quyidagicha eslaydi. Maktabni tamomlab, sobiq Toshkent teatr va rassomchilik institutiga hujjat topshirganman. Musiqali komediya fakultetida qiziqchilar o'qitiladi deb o'ylagan ekanman. Keyin bilsam, u yerda musiqali teatr aktyorlari o'qitilar ekan. Ijodiy imtihonga kirganda qaysi qo'shiqni aytib bera olasiz deb so'rashgan. Aksiga olib, mening qo'shiq aytish mahoratim o qadar yaxshi emasdi. Nima bo'lsa bo'ldi deb oyxona ariyasini aytganman. Turgan gapki, ijroim ustozlarga yoqmagan va meni institutga qabul qilishmagan. 1 yildan keyin yana topshirganman, yana ball yetmagan. Shunda onam ustozlarimning yoniga kirib, qahramon ona ekanligini aytib yordam olgan. Institutda juda qiynalganman, chunki asosiy darslarimiz vokal bilan bog'liq edi. Qayta topshirganda arang 3 baho olardim, ammo aktyorlik darslarida maza qilib ishlardim, deydi Mirzabek Xolmedov. Tirikchilik dardida darslarga kirmasdim. Mirzabek Xolmedov otasidan erta ayrilgani va ro'zg'orga qiynalgan onasiga yordamlashish uchun to'ylarga borgani haqida eslaydi. Xalq xizmatiga pishganmiz desak xato bo'lmaydi. Otam rahmatli 10 yoshimda vafot etgan. Turgan gapga ro'zg'orni tebratish onamga oson bo'lmagan. Institutda o'qiyotganimda ham viloyatlardagi to'y xizmatlariga ketib qolardim. Kursdoshlarim Madina Muxtor va Behzod Muhammad Karimov, Abdurayim Abduvahobov va Fathulla Mas'udovlar yo'qligimni bildirmay har xil bahonalarni to'qishardi. Tirikchilik dardida darslarga kirmasam ham etyud va kurs ishlarida faol qatnashardim, deydi Mirzabek Xolmedov. Ey go'zalning muallifi kim deb o'ylaysiz? Mirzabek Xolmedov qiziqchilikdan tashqari qalam ham tebratib turadi. Uning she'rlari asosida yaratilgan qo'shiqlarni ko'plab mashhur xonandalar ijro etgan. She'r yozishga avvaldan qiziqishim bo'lgan. To'ylarning birida Rustam G'oyipov bilan uchrashib qolganman va unga bir nechta she'rlarimni berganman. Davraga tush va paxtakor she'rlarim asosida yaratilgan qo'shiqlarining she'rini yozib berganman. Undan keyin to'ylarning birida Azamullaxonovga ey go'zal she'rini yozib berganman. Musiqasi xorijniki deb ijro etishni istamagan. Keyin uni Muhriddin Xoliqovga tavsiya qilganman. Uning ijrosida qo'shiq hit bo'lgan. Undan keyin Rustam G'oyipovga davraga tush va onam emasmi qo'shiqlarini yozdim. Yulduz Usmonovaning ham konsertlari uchun ko'p qo'shiqlar yozdik. Hosila Rahimovga Qamchi boz qo'shig'ini aytish g'oyasini men berganman, chunki undan avval
O'zim bunga o'xshash qo'shiqni rok yo'nalishida aytgandim, deydi Mirzabek Xolmedov. Artist bo'lib nima qilasan? Mirzabek Xolmedov Obid Asomov bilan hamkorlikda ijod qilgan. Ko'pchilik ularni bir vaqtda ijodni boshlagan deb hisoblardi. Aslida esa Obid Asomovning san'atga kirib kelishida Mirzabek Xolmedovning o'rni katta bo'lgan. Obid Asomov bilan tanishuvimiz juda qiziq kechgan. 1984-yillar edi. Adashmasam ancha tanilib qolgandim. To'ylarga ko'p taklif etishardi. Birinchi Obid Asomov bilan tanishib qolganmiz. Gap orasida ukam rassom, qo'li gul deb maqtab qolgan. O'sha vaqtlari ayni rassom izlab yurgandim, chunki to'ylarga taklif etishganida ko'pchilik raqamimni so'rardi. Qog'oz va ruchka esa har doim ham topilmasdi, chunki hozirgi tashrif qog'ozi ko'rinishidagi narsani yasataman deb yurgandim. U paytlari bosmaxonalar yo'q, hammasi qo'lda chizilardi. Obidjon bir nechta tashrif qog'ozini yasab, ustiga suratimni ham chizib bergandi. Men ham qiziqchilikka qiziqaman, bitta silab ko'rasizmi degan. Qo'lingda guldek hunaring bor ekan deb rad javobini berganman. Avvaliga biroz ranjiganda, keyinchalik To'xtamurod Azizov boshchiligida Ko'zgu teatri ochiladigan bo'ldi. Unga Obid bilan Sobitni ham taklif etdik. Uddalasa uddalar, bo'lmasa teatrni tark etadi deb o'ylagandim, ammo u qisqa vaqtda san'atga begona emasligini isbotlay oldi, deydi Mirzabek Xolmedov. Bu yerda otarchilarga nima bor? Qiziqchi faoliyatidagi qiyin kunlarni quyidagicha eslaydi. Sobit Asomov sobiq Lenin nomidagi muzeyda elektr tarmoqlariga javobgar shaxs bo'lib ishlardi. Shu akaning yordami bilan hamma ishdan ketgan vaqtda muzeyga kirib, tayyorgarlik ishlarini qilardik, ammo bir kuni ruxsatsiz binoga kirayotganimizni rahbarlar bilib qolib, quvib solishgan. Muzeyda otarchilarga nima bor deyishgan. U paytlar qayta qurish vaqtiga to'g'ri kelgani uchun har tomonlama qiyin edi. Arzimagan pulga bo'lsa-da Toshkentdagi barcha teatr va kino saroylarida konsertlar berardik, ammo qisqa vaqtda odamlarning og'ziga tushib kasetalarimiz tarqalib ketgan. So'ngra maslahatlashib Xalqlar do'stligi san'at saroyida konsert berganmiz. Keyin jamoa teng ikkiga bo'lindi va Mirzo teatri alohida ijod qila boshladi. Ko'pchilik bizni raqib deb bilsa-da, aslida biz hamisha do'stdan ham yaqin bo'lganmiz, deydi Mirzabek Xolmedov. To'pponcha tirab to'yiga olib bormoqchi bo'lgan qiziqchi mushtumzo'rlar taqibiga uchragan kunlarini quyidagicha eslaydi. To'ylar bilan bog'liq ko'plab qiziqarli voqealar bo'lgan. Hozirgi san'atkorlar to'yga erkin borib keladi. Avvallari esa to'yda xonanda yoki qiziqchiga qitmirlik qilish odatga aylangandi. Mushtumzo'rlar to'y yakunida istagan xurmacha qilig'ini qilardi. Mast Alaska aka sizniki to'g'ri deb turishdan boshqa iloji yo'q edi. Eng yomoni 1988-1989-yili to'pponcha bilan qo'rqitish urf bo'lgan. Bir kuni to'yda xizmat qilayotgan iki erkak kelib, chetroqqa o'ting, gap bor degan. Ular meni o'zlari bilan boshqa to'y xizmatiga olib borishni istagan ekan. Yo'q, xizmatdaman deyishim bilan kostyumining ichki cho'ntagidan to'pponcha ko'rsatgan. Xullas shunday to'ylarda pishib Mirzabek Xolmedov bo'lganman, deydi qiziqchi. Dublyajga qiziqmasdim. To'tiqush Kesha haqidagi multfilm yodingizdami? Uning o'zbek tilidagi varianti aslidan ham qiziqroq chiqqan. Albatta bunda Mirzabek Xolmedovning hissasi katta. Aslida dublyaj sohasiga unchalik qiziqmaganman, shunchaki hazillarni tasmaga yozdirib olish uchun studiyaga borardim. O'sha yerda ovozlarni tahlil qilib o'tirsam, Mukambar Rahimova degan rejissyor opa kuzatib turgan ekan. Mana bunga ovoz bera olasizmi degan. Kichkinagina rol edi. Ovoz berganimdan keyin katta rollarga chaqirgan, deydi Mirzabek Xolmedov. Janozamga kelishgan. Mirzabek Xolmedov o'zbek san'atkorlari ichida eng ko'p o'ldiga chiqarilgani bilan ham ajralib turadi. 2016-yili ham xuddi shunday mish-mish tarqalgan. Men yoshligimdan shunaqa xabar eshitib kelaman. Bir safar o'libdi, peshinda chiqarishar ekan degan xabar tarqalgan. Uzoq safardan yo'ldan kelayotsam, eshigimning tagida tumonat odam peshinga chiqarar ekan deb keldik deyishdi. Yo'q, sog'-u salomatmiz dedim. Rahmatli onam, sening tuprog'ing yengil bolam, o'zing uydasan, gaping ko'chada derdilar. Keyin bir marta chiqdi bu gap, keyin yana bir marta chiqdi. Kim biladi, bu internetdagi shayton sifat odamlarning ishi bo'lsa kerak. Fozil Hoji Qora aka rahmatli ustozimiz bo'lganlar. Ular shayton sifat odamlar bor. Shayton nima qilsa o'sha ishni odam bo'lib turib qilishadi derdilar, deydi Mirzabek Xolmedov. Ma'lumot uchun, Mirzabek Xolmedov 1989-yildan buyon o'z muxlislari uchun har yili konsert dasturi tashkil qilib keladi. U aktyor sifatida Alif va Laylo, Oltin devor, Ko'zlarim yo'lingda, Muhabbat sinovlari 1, Muhabbat sinovlari 2, Ulfatlar 1,
Ulfatlar 2, Ulfatlar 3 kinokartinalarida rol o'ynagan. Hozirgi kunda u O'zbek davlat satira teatrida rahbar bo'lib faoliyat yuritadi deyilgan xabarda.